Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Lorcha Minecraft. Bugun biz mana One Block'da 100 kunni ikkinchi qismini olamiz bolalar. Bunda biz 3-4 kunlarni yashab qolamiz. Qanavimizda biz kettu. Birinchi nimadan boshlaymiz ishni? Menimcha blok sindirishdan bo'lsa kerak. O'z nimalarimiz bor edi, esimdan ham chiqib ketibdi. Biz uyimizni buyog'ini ta'mirlashdan boshlavoramiz. Bu yog'ini birinchi yopamiz, keyin naryoqdan bitta xona ochib, yoni ham tomini yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizda o'sha bu yoqqa sig'mayapman, ko'p sunduqlarni yoqqa chiqarib tashlayman va uyimiz shinamgina va kattaroq bo'ladi. Mana biz uyimizni ham yon tarafini yopib oldik. Endi hozircha narsalarni qo'yib turamiz sunduqqa va blok sindirishdan boshlaymiz. Keyin naryoq xonani ham qurishni boshlavoramiz. Mana qurbaqagina bor o'ldirib yuboramiz. Bekorga menga xalaqit berib yuribdi. Narigi xonani solib kattaroq qilmasam bo'lmaydi shekil. Bu One Block xonasi alohida bo'ladi-da. Bunga hech narsa qo'ymayman, keyin sal oxirrog'ida hamma sunduqlarimni narigi xonaga chiqarib yuborishim kerak bo'ladi. U bu yoqda oltin. Mana temir bormidi? Adashmasam temir yo'q menda. Temir yo'q ekan hozircha. Temir chiqmadi lekin. Keyingi levelga o'tsam keyin chiqsa kerak temir. Hamma narsani joylab tashlashim kerak emas menga. Lapatka bilan bolta kerak emas, chunki o'sha birinchi leveldan o'tdim. Birinchi levelda loy bilan daraxt ko'p chiqadi. Menga temir bo'lsa-lekin mana shu chiqayotgan oltinlarni olardim xolos. Oltinni olishga narsa ham yo'q, ammo oltin kirkada olib bo'lmaydi. Mayli, shunday sindirib o'tib turamiz bularni. Oy, sunduq. Nima bor ekan demoqchi edim. Nima bu? Nima kerak menga o'rgimchak to'g'ri bilan loy blok. Mayli, chalg'imaymiz biz ketdi yana sindirishga. Bolalar, shuncha mehnatimizni qadrlagan holda obuna va like bosib qo'ysanglar, juda xursand bo'lgan bo'lardim. Kommentariy ham qoldirib ketinglar. Bo'ldi, yetadi. Ancha-muncha sindirib qo'ydim. O'sha narsalarni olib sunduqqa joylaymiz-da, keyin naryoq xonani qurishga ham o'tib ketaversak bo'laveradi. Yoki uncha shoshmaymiz ham, bilmadim, ko'ramiz. Hozircha hamma kerak emas narsalarni sunduqqa joylab tashlashimiz kerak bizga. Xalaqit beryapti-da o'zimizda tursa. Faqat kerak narsalar. Nima masalan, kirka, qilich agar mob chiqib qolsa, bo'l, boshqa hech narsa kerak emas. Sunduqimizda bir xil narsalar har xil joyga turib qo'ygan. Shularni bitta joyga yig'ib qo'ysam, joy ancha tejaladi va ko'p narsalar ham sig'adi. Shularni bitta joyga yig'ib tashlashim kerak. Bir xil narsalar ko'p-da, hozir sunduqda. Shularni yig'ib tashlashim kerak bitta joyga. O'shanda joyimiz ancha bo'shaydi. Yana ozgina blok sindiraman-da, keyin o'sha men tomini yopaman-da bu. Bu birinchi xonani, keyin ikkinchi xonani qurishga o'taman. Uchinchi levelga o'tdim. The Caves. Cave nima edi? G'ormidi, tog'midi, shunaqa bo'lishi kerak edi. Xo'p, 3-levelga o'tdik biz. Bu yoqdan ko'rsapalak chiqdi 3 ta. Bularni nima qilishni bilmadim. Urib o'ldirib yubora qolaman. Nima kerak bu menga uchib yurgan to'g'rim. 3-chi urinda nimalar chiqargina bolalar, shunga shu qiziq menga. Mayli, biz keyingi xonani qurishga o'tib ketamiz. Uyimizni ham tomini yopamiz o'zimizni xonani. Bu mana shu hozir qurayotgan xonamga hamma sunduqlarni olib chiqib qo'yishim kerak edi. O'shanda bu yoq xona bo'm-bo'sh turadi. Hech narsa xalaqit bermaydi-da. Blok sindirishga. Agar moblar chiqib qolsa ham urishga osonroq bo'ladi. Qani 3-o'yinda qanaqa anaqalar chiqargan bizga foydali? Anaqa nima edi? Ekarchi mashinasi chiqdi. Yaxshi, bizga ko'mir kerak bo'ldi. Bir marta ham ko'mir chiqmadi. Yaxshi, 3-level omadli. Hozircha bizga temir bersa bo'ldi. O'rgimchak nima bor ekan? Xo'p, hozircha bizga yaxshi narsalar beryapti lekin 3-o'yin yaxshi. Sunduq. Oy, bizga olma, 5 ta ko'mir va mana bu ismi nima edi? O'sha narsani berdi keyin. Yaxshi, lekin 3-level omadli. Hozircha bizga temir kerak, hozirning kerakligi. Olmos. Lekin biz olmos ola olamiz ham yo'q. Menimcha bunda olmos bermaydi. Temirda olish kerak-da buni. Bundoq bo'lmaydi. Temirda olish kerak. Temir ham yo'q-da. 3 ta temir bersa bo'ldi bizga. 3 ta temir kerak.
Pechkamizam bor. Ko'mir bor yoqishga. Temir bersa bo'ldi-da. Yana narsam ko'payib ketdi. Hammasini sunduqqa joylaymiz. Hali bu sunduqlar yetmay qoladi. Hamma kerak narsalarni joylashim kerak-da, o'zi otib yuborishim kerak pastiga. Kerak narsalar ko'payib ketgan. Masalan, loy kerak emas umuman. Kerak bo'lib qoladi uy ta'mirlashga, lekin bu uncha kerak emas menga. Naq kerak emas narsalar ko'p, просто kerak bo'lib qolishi mumkin deb olib qo'yganman-da. Ular kerak bo'lib qolish foizi 1% ham emas. Bilib bo'lmaydi, endi kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuncha olib qo'yganman-da, bo'lmasa sotib yuborardim. Bitta tarafga fakel qo'yib qo'ysak, kechqurun tushganda yop-yorqina turadi va mobillar ham uncha-munchaga spam bo'lmaydi. OneBlock farqi yo'q, spam bo'laveradi. Men xayolimda Miro o'ynayapman-da anaqa. Minecraft o'zini Mironi. Bu yerda OneBlock farqi yo'q, yorug'mi, qorong'imi. Men blok sindirganimda spam bo'laveradi-yu. Hozir 3-levelda bo'lsam, 4-levelda nima chiqargan? Shilib zombi, pillagerlar chiqib yo'q qilmasa bo'ldi. Creeper chiqmasin, mayli ular chiqsa ham o'ldiraveraman. Creeper chiqsa ketdi-da, zonani ham buzib ketadi. Dabdala qilib. Bizga temir berlaring, temir. Temir bo'lsa, anaqa olardim, deyman. Temir kirka olsam bo'ldi, уже almas chiqib qolsa ham, oltin chiqib qolsa ham, mana ketay ular. Yana bitta dona temir va biza kirka yasab olsak bo'ladi. Hozircha ikkita temirim bor. Bu ikkita temirni pishirib tursak, ungacha yana bitta temir chiqib qolsa xursand. Oy bo'ldi, temir chiqdi mana. Endi biza bemalol kirka yasab olsak bo'ladi. Buni ham pishirishga qo'yib yuboramiz. Ungacha biz blok sindirib turamiz. U pishguncha yaxshi 3 ta temir bo'ldi. Shu temirni kutotdim chiqishini. Endi kirka yasab olamiz-da o'zimizga. Mana redstone nimaga kerak bilmadim lekin. Redstone ko'p ishlatmayman-da. Oltin kirkam bor edi. Aytgancha o'sha oltin kirka bilan sindirib yuboraman. U redstone hozir ham temirlab pishguncha, temirni bekorga redstone ga ketkazib o'tirish kerak emas. Temir faqat almas, oltin va shunga o'xshash kerakli rudalar uchun ishlatishim kerak hozir. Keyin temir chiqadimi yo'q bilmayman-da. Temir kam chiqib qolishi ham mumkin. 4-o'yinga o'tib ketib qolsa keyin temir bermasligi ham mumkin. Almas. Biz hozir buni temir olamiz, keyin temirdan kirka yasaymiz va u almasni olsak bo'ladi. Hozir bizga kerak palka bormi bu yerda? Bu yerda palka yo'q. Masalan, sunduq joylaymiz, nariga adashmasam nariga sunduqda palka bo'lishi kerak. Bo'lmasa ham bo'lmaydi, chunki palka ham ko'paydi boya. Yo'q, bu yerda ham palka yo'q. Xomashda daraxt bormi? Daraxtdan yasab olamiz. Daraxtdan yasab olamiz, boshqa ilojim yo'q. Bu yerda palka yo'q ekan. Hozir kirka yasaymiz va uni oltinni olamiz. O'zi nechta oltin bo'ladi hozir? Bu ikkinchisi menimcha, chunki menda bundan oldin bitta oltin bor edi. Xo'p, ana bitta oltin bo'ldi. Keyin buni joylab ham qo'yaversak bo'ladi. Topaman, bitta almazim bor ekan, ikkita bo'ldi endi. Va biz mana bloklarni sindirishda davom etamiz. Yana temir chiqib qolsa yo'l emas, mana temir kirka ham oxirigacha turib bermaydi, sinib ketib qoladi. Shunga bizga yana kerak temir. Voy, sindirib yubordim, basiga tushib. Bilmasa tushib ketib qoldim, shoshib sindirib yubordim. Shuncha narsam, mayli, hech narsa qilmaydi. Uxlab olamiz biz va bir kunimiz o'tadi. Mana ertalab ham bo'ldi. Nurni ozgina balandroq olmasam, sal ko'rinmayapti uncha. Voy, tushib ketgan ham bo'ldi, lekin yaxshi ham almazim yo'q ekan qo'limda. Temir kirkam tushib ketdi-ku. Nima qilaman endi temir kirkasiz? Mayli, hozircha tosh kirkada biz tura qolaylik. Keyin yana temir chiqsa, temirdan kirka yasab olaman. Voy, nima his qilyapman desam, aytgancha temir kirkam tushib ketdi mana. Yo'q, temir kirka. Shuncha kutdim shu 3 ta temir chiqishini. Mayli, yasab olarmiz. Ketdi yana buzishga. Bizga temir ber endi 3 ta, boshqa narsa kerak emas, hech narsa kerak emas. Almazdan ko'ra temir ber, baba hozir almaz ola olmayman. Undan ko'ra temir bergani yaxshi. Temir please, temir. Almazga nima bor endi baba? Almaz ola olmayman-ku men. Voy, o'lib ketib qoldim-da, boru. Tushib ketib qoldim. Hozir mana shuni olgan bo'lardim. 3 ta almaz bo'lgan bo'lardi menda. Уже mana bizda 2 ta temir bor. Yana bitta dona temir va biz temirdan kirkani yasab olamiz. Xo'p, hamma narsalarni joylab tashlamasak, bu sandiq to'lib ketaveradi. Foydasi yo'q nechta sandiq qilsam, undan ko'ra joylab chiqib, masalan,
5 ta sandiqda turgan narsani bitta sandiqqa joylab qo'ysa bo'ladi-da. Agar shunaqa yoyilib yotgan bo'lsa, hammasini yig'ib qo'ysa, shu yig'ib chiqib qo'ydim. Ana endi yaxshi bo'ldi. Bitta dona temiri bo'lsa, kirka yasab olaman. Bitta dona temir berlaring. Bitta temir kerak, bitta. Rare chest. Voy bolalar. Almas kiyim, almas shton, ikkita almas, bitta almas qilich va 5 ta oltin. Mana shunaqa rare chestlardan ko'proq berib tursa, men boyib ketaman u bolalar. Bizda 4 ta almas bo'ldi. Bundan biza oyoq kiyim asosiga ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi bo'ldi bizga buni bergani. Hozir mana kiyimlarni kiyib olsak, ancha kuchli bo'laman. Endi mana shunaqa rare chestlardan yana berib turinglar, baratalla. Bizda almas kirka ham bor. Yaxshi, endi bizga bitta temir bo'lsa va biz temirdan ham kirka yasab olishga ulguramiz. Xo'p, hamma narsani joylab chiqamiz. Yomon yoyilib ketibdi, lekin bor. Ketma-ket qo'yib tashlaganman-da, ustma-ustman ham. Ana bo'ldi, menimcha taxlandi. Qolgan narsalarni endi qo'yib tashlasak bo'laveradi. Boshqa hech narsa qolmadi yo'q taxlanadigan. Bo'ldi, mana endi qolgan narsalarni joylab tashlasak ham bo'laveradi. Bunga alohida sunduq qilib qo'yaman hozir. Nariyoq sunduq bor, o'sha yerdagi narsalarni olib bu yoqqa qo'yaman-da. U yoqqa shunaqa zo'r narsalarni qo'yaman. Menga kerakli masalan almas, keyin yaxshiroq kirka, qilichlarni mana shu sunduqqa joylab qo'yaman. Bolalar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Iltimos, bitta dona obuna bosib ketinglar. Sizlardan nima ketdi va videoga like bosib, kommentariyada bitta dona fikr qoldirib ketsanglar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim. Mehnatimizni qadrlagan holda. Xo'p, endi biz yana bloklarni sindirishni davom etamiz bolalar. Bitta temir kerak-da bizga. Shu temirni bera qolmadi. Xo'p, temirimiz ikkita, buni o'sha ikkita temir bor, yana bitta kerak. Endi berlaring temir, bitta dona temir ber, bo'ldi, boshqa kerak emas. Boshqa bo'lmaygan. Skelet. Nima yonmayapti bu? Nega yonmadi? Nega yonmadi hozir bu? Bilmadim. Voy, nega unaqa? O'tiryapman, o'shancha sunduq ochilmadi. Ustiga qo'yib qo'yman tosh. Sindirib olishim kerak endi buni kirkada. Xato qilib qo'ydim-da. Skelet o'q qanaqa bu yoqqa uchib keldi? Men turdim-ku to'g'risi. Menga tegmadi, o'q bu yoqqa uchib keldi. Xo'p, ikkita o'q. Nima qilaman bularni? Menga nima kerak o'q? Mayli. Bu yoqqa o'zimizga kerakli bo'ladigan narsalarni joylaymiz. Ko'mir bu yoqqa joylaversak ham bo'laveradi, chunki ko'mir hozir uncha kerak emas, o'sha men fakil yasab bo'ldim. Ko'rsatgan narsalarimni nari yoqqa joylayman-da. Kettu sindirishdan boshlaveramiz. Hop, oltin. Bab oltinni olamayman, hozircha menda temir yo'q. Va aytgancha almas bor edi, almas kirkada deb oltin olsa bo'ladi. Lekin hozir shoshib qo'ydim, mayli. Oltin ham uncha kerak emas. Sunduq. Voy, nimaga unaqa? Ikkita dona non faqat menga kerakli, qolgani bir tilli narsalar. Yaxshiroq narsa chiqadimi deb o'yladim, boyga rare chestga o'xshab hech bo'lmasa bitta dona almas berib qo'yganda bosh kiyim ham yasab olardim va yana 4 ta yig'ib turib oyoq kiyim ham yasab olsam butunlay yig'ilgan bo'lardi. Bitta temir bizada уже bor. Endi biz temir kirka yasab olsak ham bo'laveradi bemalol. Hamma narsani joylab tashlaymiz sunduqqa. Menga yomon xalaqit beradi shu narsalar bor. Narsa ko'payib ketib qolsa o'ynamayman qanaqadir. Sunduqqa joylab yurishim kerak. Sizlarda ham shunaqami? Xo'p, hozir porядка qilmasam bo'lib yoyilib ketayotganman bor. Yaxshi, sunduqda уже VIP narsalar. Ovqat ham bor, olmalar bor, keyin nonlar ham bor. Ovqat ko'p, короче. Bu yoqqa уже sunduqlarni joyib tayman. Sunduqqa ola-qoli anaqa pechkani bosayotganimda xalaqit beradi bu. Bitta bu yoqqa tortib qo'ysam xalaqit bermaydi. Bu yoqdagilarga nimadir taxlaymiz, ko'ramiz. Hali bo'lagan narsa ketadi. Endi bizga nima kerak? Bizga almas kerak hozircha. Endi temir beryapti. Kerak emas payt o'sha yig'ib bo'lganimdan keyin temir beryapti. Endi nima kerak menga temir? Hop, endi temirdan kirka yasab olamiz. Temirimiz 3 ta bo'ldi. Bizga palka kerak, qata palka bor. Bu yerda palka yo'q. Mana shu taxtdan olib palka yasab olamiz. Hozir bayroq chiqadi. Palka yo'q, boy ko'rdim. Ana bizda temirdan kirka yasab oldik. Endi qolgan narsalarni sunduqqa joylab tashlaymiz bolalar. Hop, bitta temir bor bizda. Temirni qo'yib tursak ham bo'laveradi bu yoqqa. Yo'nari sunduqqa joylab qo'yamiz temirni, chunki temir bizga ancha kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rsatadigan narsalar-da.
kamdan kam chiqadigan narsalarda, chunki masalan zo'r narsalar, ko'p ishlatiladigan. Olmani ham qo'yib qo'yarsam bo'ladi, lekin olma ovqat bo'lgani uchun bu sunduqda qoldirdim. Xo'p, endi bizga almas nechta kerak edi? 5 ta. Menda 5 ta almas yig'ishimiz kerak. Bo'ldi, men уже blok sindirishdan charchadim. Endi hamma narsani sunduqqa joylab turib, manaqa toshlarni olib turib, endi narigi xonani yasashga o'tib ketamiz. Hamma narsani joylaymiz, bu yoqqa kerak emas narsalarni. Hamma toshlarni olamiz-da. Hammasini emas. Endi birinchi bu xonani tomini yopaman va narigi xonani barpo etib, keyin alohida bir yerli blokli joy ham qilib qo'yaman yoki narsalar ekishga. Hozir menda don yo'q, nima ekaman? Mayli, loyli joy qilib qo'yavergan yaxshi, baribir daraxtlar chiqib qolsa ekib qo'yaman. Bu yoqdan xonani yerini yasashdan boshlaymiz. Uyimni polini qo'rgan joyni tezlashtirib olmasam, bu zerikarli bo'lib qoladi. Xo'p, menimcha bu blokimiz yetmaydi, yana borib blok olib kelaman. Albatta yetmaydi dedim, mana bizda уже blok qolmadi, endi borib blok olib kelaman. Уже kecham tushib qolibdi, mana shuni polini qurib olgandan keyin yotib uxlab olaman va ertalab turib uni yon devorlarni yopib, tomini ham yopaman va bizning 2 kunimiz tugaydi. Xo'p, polni yopib bo'lgandan keyin bu ortib qolgan bloklarni уже devorni qurishni ham boshlab yuborsam bo'ladi. Bugungi ishni ertaga qo'yaman deyishganidek, bugun bitirib yubormoqchi bo'ldim. Qarorimni almashtirdim bolalar. Endi qolgan bloklarni olamiz. Sunduqdan 64 talik o'sha bir stak olamiz tosh. Menimcha bu yetsa kerak. Keyin bu yonni yopaman-da, xulab yuborsam ham bo'ladi. Shu bugun tomini yopib yubora qolaman. Blok ketmay qoldi, endi sunduqdan blok olamiz va yana bir qator ko'taraman-da bu ikkala xonani ham. Keyin o'sha joydan o'sha tomni yopib yuboraman va uxlashga yo'l olamiz. Yo'l olmaymiz, shu yerda-yu. Shu yerda uxlab yuboramiz-da. Xuddi boshqa joyda o'rnim bordek gapiryapman uxlaydigan. Hozir bir qavat ko'tarib turib tomni, keyin tomini va mana shunaqa qilib yopib tashlayman bolalar. Bunga ancha bir 5 minut, yo'q 5 minut emas, 3 minutcha ketib qoldi. Shunga videoni tezlashtirib yubordim. 3 minut albatta zerikarli o'tib ketadi. Mana men tomini ham yopib oldim bolalar. Endi biz hamma narsani joylab yuborsak ham bo'laveradi. Endi uxlab yuborsak ham bo'laveradi albatta bolalar. Va mana ertalab ham bo'ldi, mana uxlab ham bo'ldik. Endi bu yoni tomini keyingi videomizda yopamiz bolalar. Videoni shu joygacha ko'rganlar uchun addushi rahmat bolalar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, bitta dona kommentariy qoldirib ketishni unutmanglar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.